Bugun sizlar bilan shunaqa qizil, sariq, uzr, adashman, yashil rang kechirasizlar. Yashil rang bilan chiroyli gul yasashni o'rgataman. Bularni men hozir kesib bo'ldim. Bunisi 7 sm, bunisi 8 sm, bunisi 9 sm, mana bunisi 11, 12, 13, 14 sm da. Buni hammasi 9 tadan bo'lishi kerak. Почему это makafon? 9 tadan bo'lishi kerak. Endi davomini sizlarga ko'rsataman. Bularni endi hammasini bir tomonga aralashib ketmasin, bir tarafga qo'yamiz. Mana bu 7 sm-ligini olib, shunaqa bir-birini birlashtirib, bir xil qilib, ozgina aylantirib olamiz. Pastki uchini qattiqroq aylantirib olamiz. Keyin bunisini bunaqa qilib, o'rtasini yana birozgina ochib, shunaqa qilib chiqaramiz. Bunisi ham shunaqa. Hammasini shunaqa qilib olamiz. Buni o'zingiz yasasangiz juda ham nima bo'ladi? Mehr bilan yasaysiz deb. Buni bodas bitgach, shunaqa ko'zingizga yaxshi ko'rinadi, shunaqa chiroyli ko'rinadi. Endi buni hammasi o'zingizga bog'liq-da. Mana. O'rtasini biroz ochamiz-da. Mana bu pastini qattiqroq qilish kerak. Mana bu pastini yarmidan ushayapman. Qattiqroq bosaman o'sha tarafini. Ko'rdingizmi? Bunisini bunaqa qilib uchini chiqaraman-da, yana nimasini ochaman, og'zini, ichkarisini. Buni hammasini shunaqa qilib ketamiz. Mana. Qattiqroq qilish kerak. Bugun dushanba, bu videoni bugun olyapman. Negaki bayram bilan o'zimni telefondan, hamma ishlarimdan dam oldim. Men va'da bergandim sizlarga, lekin bolalar bilan ishlay olmadim. Negaki bitta katta o'g'ilchamni desatga qo'yganmiz. O'sha desatga borsa keyin video olaman dedim, yo'qsa bo'lmadi. Faqat shumlik qildi. Video olganman, hammasiga shum ovoz kelgan. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib olamiz. Endi 8 sm-ligini birlashtirib shunaqa chiroyli qilib olamiz. Sizlar qaysi viloyatdan bo'lishinglarning farqi yo'q. Buni o'zingizlarning viloyatingizlarga chiroyli qilib qo'l bilan yasab sotsanglar juda ham chiroyli chiqadi. Ko'pchilik olishadi. Bu men hozir ko'rsatayotgan gulim, buni buketga, keyin savatga va anavi bo'ladi-ku, korobkalar, o'shalarga qilsangiz bo'ladi. Bu oxirgi darsim faqat tuvakchalarga yasaladigan dekor gullarimiz. Ularni anavi oshpazlar uyda oshxonasiga yoki uyni bir chetiga chiroyli bezab turadigan gullar qilsangiz bo'ladi. Men ularni ham hammasini ko'rsatib boraman. Men sizlarga hozir ko'pchilik ko'rsatmayotgan gullarni ko'rsatyapman. Negaki ko'pchilik hozir oddiy bunaqa atirgul va lola gulni ko'rsatdi bo'ldi. Ha, shunaqa darsimiz dedi. Yo'q, aslida bu gullarning har xil turlari bor. Menga qanaqa gul tashlasanglar ham, shu gulni yasab bera olasizmi desanglar ham, o'sha gulni o'rgataman. Negaki men bularni avval 2 yil oldin men bularni hammasini qidirib, topib, gullarni keyin o'sha yasaydigan gullar Indoneziyadan, Koreyadan, indoneziyalik bilan gaplashib, qanday qilasiz, menga ham o'rgating deb perevod qilib gaplarni o'rganganman. Mana sizlarga tushunarli bo'lish uchun hammasini shunaqa qilib chiqaman. Yo'q, bu aldayapti demanglar, men hammasini to'g'risini aytaman. Mana 9 tadan sizlarga ko'rinishi uchun shunaqa qilib ham chiqaman. Hattoki hammasini bir xil. Men hammasini texnikasini sizlarga bir xil o'rgataman. Hech qaysi biri sir emas. Men nima qilmayman, berkitmayman.
Yo'q, buni man berkitaman. Bular mendan zo'r bo'lib ketmasin demayman. Mendan zo'r bo'lib ketinglar. Men xursand bo'laman. Voy, mana shogirdim shunaqa zo'r bo'lib ketibdi. U kichik mislar, katta mislar farqi yo'q menga. O'zinglarni daromadinglarni, o'zinglarni biznesinglarni ochsanglar judayam xursand bo'lardim. Endi sizlarga gapirib aytyapman de. Kimda shularni qanaqa savol bo'lsa bemalol bersin, javob beraman vaqtim bo'lgach. Hammaga javob berishga harakat qilaman. Men bularni yasab do'konlarga berardim. Keyin o'zimning qarindoshlarim nima qilishardi, so'rashardi, ularga yasab sotardim. Endilikda bo'lsa o'rgatib ko'pchilik daromad topishni xohlayman. O'shanga shunaqa darslik tayyorladim. Mana buni o'rtasini qattiqroq qilish, harakat qilinglar qattiqroq qilishga. Ko'pchilik to'liq o'rgatishni xohlamaydi-da, o'zini sir-asrorlarini o'rgatishga harakat qilmaydi. Yo'q, mendan zo'r bo'lib ketsa nima bo'ladi deb o'ylaydi-da. Hamjamay. Asta. Ha, bachim. Mana 7, 8, 9 santimetrligini endi 11 santimetrligini qilamiz. Mana hammasini yasab oldik. Buni hammasini shunaqa qilib, chiroyli qilib nima qilasiz? Aylantirib olasiz. Endi bizga nima kerak bo'ladi? Endi bizga shunaqa o'tijoq. Voy, gullarim chiqib ketdi-yu. Bizga o'tijoq kerak bo'ladi. Keyin sizlarga shuni yasalishni o'rgataman ko'k rang bilan. Bunday gul bezatishni, yasashni. Bizga kerak bo'ladi shunaqa o'tijoq. Bularni hammasini bittadan donasini shunaqa qilib, chiroyli qilib, o'tijoq qilib chiqamiz. Faqat bir xil bo'lsin. Bunaqa emas, hammasini shunaqa qilamiz. Shundoq tiqamiz-da, shundoq qilib olamiz. Mana. Shunaqa qilib pachaqlab chiqamiz. Bittadan hammasini pachaqlab chiqamiz. Mana bu kattalarini ham shunaqa qilib chiqamiz. Nechta yasadik, o'shani hammasini shunaqa qilib, chiroyli qilib pachaqlab chiqamiz. O'rtasini shunaqa qilib yopamiz. Ko'rdingiz-a? Shunaqa qilib. Katta, kichik razmerni bir xil qilib parixod qilaman, hop deb. Mana hammasini bir xil qilib, o'tijoq qilib olamiz-da. Keyin bittadan olib, bularni mana shu mana hozir buni uchini chiqaramiz. Kesib olamiz mana bunday qilib. Bir tarafini kesib mana. Buni shuna qilib, uchini hammasini bir xil qilib, uchini chiqarib olamiz. Voy. Hozir bacham. Ko'p kesmaysizda, ozginadan kesib olasiz.
Mana hammasini uchini chiqardik hammasini. Endi yashil rangdan olamiz. Negadir shu ko'k tomonga intilyapti-da, mana tezroq yasa deb turibdi-da. Yashildan 3 ta olamiz. Ikkitasini nima qilamiz? Bukamiz bir-biriga bir xil qilib, uchinchisini ham shunaqa qilamiz. Keyin ikkitasini mana bu bittasiga, ikkitasini mana bu bittasiga ulab, mana zanjir holatda ulab, keyin qattiqroq aylantiramiz. Keyin qattiqroq aylantirib bo'lgach, buni endi zigzag holatiga keltiramiz. Bunaqa qilib o'zimiz qo'limiz bilan zigzagi kattaroq bo'lmasa, kichkinaroq bo'lsa, 1,5 santimetrlar atrofida. Mana endi buni zigzag qilib bo'lgach, buni biroz tortamizda. Keyin mana buni bir xil qilib, bittasini bu tomonga, bittasini bu tomonga nima qilamiz? Tortamiz. Shunaqa qilib. Mana. Shunaqa sir bo'ladi. Buni uchini bunaqa qilamiz. Ko'rdinglar? Mana bir xil qilib. Endi buni bir xil qilib bo'lgach, bu bir tarafdan ushamizda kattarog'ini olib, qattiqroq aylantiramiz. Bo'ldi, bu qattiq bo'ldi endi. Buni kerakmas joyini kesib tashlaymiz. Mana. Kerak bo'lmagan joyini kesib tashladik. Mana. Bu bargi. Bargi shunaqa chiqadi. Bundan hozir ikkita yasaymiz, 3 ta. Buni shunaqa uchini chiqartiramiz. Hozir yana bittasini ham ko'rsataman. Qanaqa qilib yasalishini uni ham ko'ring. 3 ta olamiz. 3 tani bir xil qilib buklaymiz. 3 tani ham bir xil qildik. Endi buni bittasini olamiz. Ikkitasini bir-biriga nima qilib, shunaqa qo'yib, uchinchisini ikkitasidan olib, keyin bularni qattiqroq aylantiramiz. Aylantirib bo'lgach, mana bu ikkitaligini shunaqa qilib buklaymiz. Shunaqa chiroyli qilib. Mana. Endi buni biroz uzaytiramiz. Keyin buni bittasini ochayotganda bunaqa qilamiz-da. Mana. Ko'rdingizmi? Ozgina tortamiz. Ko'p emas, ozgina. Keyin bularni bir xil qilib, mana bir xil qilib tortib bo'lgach, mana qattiqroq ushaymiz. Bir tomonni qattiqroq ushab, bitta uzunni olamiz-da, qattiqroq tortamiz. Mana qattiqroq tortamiz. Endi buni ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Mana bu qolganini aylantiramiz. Bitta qo'ysangiz bo'ladi, ikkita qo'ysangiz bo'ladi. Keyin bu yog'ini to'g'rilab qilasiz. Mana shunaqa qilib uchini chiqarasiz. Mana biz ikkita yasadik-ku. Endi bu ikkitasini biz o'tijoq qilamiz. Bularni ham negaki o'tijoq bo'lganligi uchun bularni ham o'tijoq qilamiz.
Sizlarga menimcha dazmol deyiladi, bizda o'ti yo'q deganliklar uchun shunga o'ti yo'q deyapman. Mana ularni dazmollab bo'ldik. Mana bularni ham uchini chiqarishimiz kerak. Ikkalasini bir xil qilib uchini chiqarishimiz kerak. Orqa kadr zo'r bo'ladi ham. Bir tomondan multfilm ovozi, bir tomondan men ovozim. Ikkalasini ham bir xil qilasiz. Kimga qanday qulay bo'lsa, shunaqa qilsin. Hajam. Bo'ldi. Ikkita bargni ham uchlarini chiqarib oldik. Bu manam. Murtma televizor. Hozir. Endi shunaqa pistoletlarni olamiz-da, bitta yashilni olib mana aylantiramiz. Oxirigacha. Pamperschi tasku, qashaqchi bakun. Keyin shunaqa qilib birlashtiramiz-da, bundan tortamiz. Keyin yana bitta yashil rangni olib shunaqa qilib bittasini ichida kirgizgan bo'lsak, bittasini yarmidan chiqaramiz mana. Ikkinchi tomonni yarmidan chiqarib, shunaqa aylantirib. Keyin bu tarafdan bittasini chiqarib, Asmi? Keyin shunaqa qilib aylantiramiz. 1-2-3 marta qattiqroq aylantirib olinglar. Mana bo'ldi. Vai te sözün tişa ste. Te. Ha, pas pa after ste. Kinka after. Ha, man vai bam kunam chizamba. Ve sözün aşas. Solchim. Endi kichkina razmerlaridan boshlaymiz. Shunaqa gulchalarning kichkina razmerlarini olib, bitta shunaqa yakchalarni kliylab, pistolet kliym vizitkasi kalta bo'lganligi uchun ko'rinmayapti. Shunaqa kliylab, mana kliylab chiqamiz. Avval kichkina santimetrlarni, 7 santimetrlarni, keyin katta razmerlargacha qilamiz. Mana sizlarga tushunarli bo'lishi uchun men bitta kliylab ko'rsatyapman.
shunaqa qilib bir-birini qayirib tagiga shunaqa kilayveradi. Buni keyin tozalab olamiz. Endi 7 santimetrligi bo'ldi. Endi 8 santimetrligini birin-ketin kilaylashni boshlaymiz. Bir-biriga umuman qarama-qarshi tomonda qilasizlar. Ko'rdinglar-a? Mana shuni ustun tomonda. Bunaqa qilib biroz qayiramiz. Qolib. Buni biroz bu tomonga nima qilamiz? Bu tomondan yorug'lik kelyapti menimcha. Hammasini yopishtirdik. Endi 8 santimetrligi tugadi. Kley hozir qattiq bo'lsa, buni hammasini endi bu tomonga tashqariga. Boya ichkariga qilgandik. Endi ozgina mana bu yerdan ozgina qo'lingiz bilan ushlab, shunaqa qilasiz. Mana bu yog'ini ushlaysiz, keyin bunaqa qilasiz. Bu qo'lingiz bilan bunaqa tortasiz. Hozir. Mana bularni 7-8 santimetrligi bo'ldi. Endi 9 santimetrligini qilamiz. Buni kilaylab. Mana 9 santimetrligi ham qilib bo'ldim. Buni ham shunaqa podrяд bilan qilasiz. Buni ham shunaqa qilib uchlarni chiqaramiz. Bularni shunaqa qilib olaylik. Endi bu simlar o'zi shunaqada, siz qaysi tomonga nima qilsangiz, buklasangiz, o'sha tomonga qarab boradi. Mana buni ham shunaqa qilib tortib, orqasidan tortib qilsangiz, o'sha siz xohlagan fasonga keladi. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa chiroyli, assalka. Buni o'sha boshqalarni ham yopishtirmasdan shunaqa assal chiqdi-da. Bu kattaroq bo'ladi. O'sha mana endi 10 santimetrlikka keldik. Bularni ham kilaylab shunaqa men ketma-ket aytdim-ku, endi bu tarafdan emas, bu tomonlama. Shunaqa qilib yopishtirsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Endi buni yo oxirgacha qilaymi, yo holatini qilaymi. Mayli, oxirgacha ko'rsataman. Lekin ko'p darslarim hammasi tushunarli. Sizlar uchun eng nimasi, menga sizlar uchun qiyin-ku, lekin oson yo'llarni ko'rsatyapman.
Mana yopishtirib chiqamiz. Ketma ket. Keyin mana bu kleychalarni ham tozalash esdan chiqmasin. Toza qanaqa chiroyli toza gul bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi, yaxshi ko'rinadi. Agar kleylarni tozalamasak, ana to'rtonak pavuk bo'ladi-ku, to'rtonakcha o'tirgandek bo'ladi-da, ko'rinadi. Albatta, chipsi. Buni akasi yo'qda hozir. Agar akasi bo'lsa, shunaqa ikkalasi nima qilishadi? Dod voy. Men hozir u yo'qligida tezroq yasab bo'lishim kerak. Negaki u kelsa keyin yasashim qiyin bo'ladi. Ba'zida kamera borligi esimdan ham chiqadi. Mana. Bo'ldi endi. Buni kley qochini kutib turamiz. Qo'lim kuydi. Mana, buni ham o'sha boyagi ko'rsatganimdek uchlarini shunaqa qilasizlar. Qaranglar, qandoq asal chiqyapti-da. Bunaqa qilib ko'rsatsam yaxshiroq ko'rinadi. Bu tarafdan yorug'lik kelyapti-da, o'shanga nima ko'rmayapti unchalik. Shundoq qoldirsammikin? Endi buni katta qilish, kichkina qilish o'zingizlarning qo'lingizda. Buni xohlasanglar shundoq qoldirsanglar ham bo'ladi. Bir 7 ta, 8 ta yasab, keyin anu nilufar gul yasab o'rtasiga anu tarmonlarga qo'ysangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Hali ko'rsataman bundan ham qanday buket qilishni. Hammasini bittalab ko'rsataman. Yasayotgan gullarimni. Mana qolganini ham yopishtiryapmiz. Bobosh qo'rqdim bachchang. Ne baba mayli. Ochma bo'lsam. Mana oqim xafa nasha. Chi. Nakanda. Hozir. Hozir asolchi. Hozir mekanamma. Bachchang bochiga dor. Chua. Nozikchang sanat. Hozir. Voy. Terma nozikam sanat. Mazmuldam-ku osto. Haq olmuş öt.
Endi mana bular katta razmerdagilarni yopishtirishni boshlaymiz. Haqiqatmi? Bir qo'lda bo'lganligim uchun menga rosa qiyin bo'lyapti. Kley bilan nima qilish? Buni ham bo'ldik. Ha, bachcha. Bularni ham hozir yopishtiramiz. Mana katta bo'ldi bu. Endi shunaqa orqasini aylantirib olamiz. Endi bo'lsa bunga bargini yasashni o'rgataman. Ikkita shunaqa yashildan olamizda. Ikkalasini bir xil qilib nima qilamiz? Mana bu taraflama qilay. Mana bitta barmog'imizga moslab olamizda, aylantiramiz. Keyin ikkalasini ikki tomonga. Mana shunaqa qilamiz. Bittasini keyin u ham aylantiramiz. Bir xil moslab aylantiramiz. Keyin qolgan joylarini aylantirib olamiz. Bu yerda barchasi bo'ladi. Nimasi bo'ladi? Ikkinchisini ham shunaqa qilamiz. Barmog'imizni mana bu yerga nima qilib, razmer olib, 3 marta aylantirib, keyin buni ham shunaqa qilib bundan 3 ta yasaymiz.
Bundan 3 ta yasab bo'lgach, bo'ldi. Endi bularni boyagidek nima qilamiz? Dazmollaymiz. Dazmollab bo'ldik. Endi buni ham uchini chiqaramiz. Boyagidek ko'rsatganimdek yana ha bachim. Mazmuldam-ku. Sizlarning ham bolalaringiz shunaqami? Bitta joyini ursa, keyin yig'lab o'tiradi. Og'riyapti deb, lekin o'sha og'rimayapti. Erkinligini qiladi. Ha? Hay, hozir men bo'laman. Mana. Shunaqa uchini chiqaramiz. Endi buni bizga kerak bo'ladi shunaqa sim tayp lentasi. Shunaqa lentacha. Buni endi uchini shunaqa qilib aylantirib olamiz. Keyin buni shunaqa qilamiz. Mana. Shunaqa qilib aylantirib olamizda, endi buni orqasini qilamiz. Endi buni orqasidan kleylaymiz. Mana. Shunaqa qilib olamiz. Endi buni qochishiga kutib o'tiramiz. Qochishini. Mana bu quridi. Endi buni mana bu yerni kleylaymiz bunday qilib. Bundoq qilib, mana hammasini ko'rsatay. Bundoq qilamiz-da. Endi mana shu joyini kleylaymiz. Kleylab bo'lgach, shunaqa qilib yopishtiramiz. Buni kleyladik. Qo'lim. Voh, qo'lim. Telefonimiz zarada tugayapti. Endi hozir ulgurishimiz kerak. Bu ham kleylab bo'ldi. Voy. Qo'shonam hozir. Endi buni qurishini kutib turamiz. Gul bacham, gul. Hozir. Mana endi bu nima bo'lgach, uzunni olamizda, bundan aylantirib olamiz. Chiqmasligi uchun. Shunaqa qilib aylantirib. Keyin mana bu yerlarini kleylaymiz ozgina. Hozir. Hozir meni vaqtini.
Imon почет бы меафтад гира мукуни бо. Mana bo'ldi. Shunaqa qilib oldik. Shunaqa joydan mana bu pastidan lentasini oldik. Endi aylantirib chiqamiz. Keyin bu yerga barglarimiz bor. Barglarimizni shunaqa joyini kililab bargimizni qo'shamiz. Aysim. Stopchi. Shunaqa qilib ikkinchi bargni ham qo'shib olamiz. Negaki bu yerda sim borligi uchun ko'rinmaydi. Tayyor videoni olib qo'yishim mumkin, tushunarli bo'lmaydi sizlar uchun. O'shanga o'zim tushuntirib, qanday bo'lishini ko'rsatib beryapman-da. Ko'pchilik aytishadi, tayyor videoni tushunmayapmiz, iltimos tushuntirib bering deb so'raganlar bor. Shuning uchun shunaqa. Unda buni barglarni bittasini bir tomonga, bittasini esa bir tomonga aylantirib olamiz. Keyin buni o'zimiz bu tomonga qo'yamiz. Voy. Buni bu tomonga qilaman. Hech bachcha. Oha, bo'lib voy bachcha mukuni. Mana shunaqa qilib ochib chiqamiz. Hozir. Mana. Oh. Nimani eshakchimi? Mana. Mana bo'ldi. Buni shunaqa qilib ochib chiqamiz.